Keling aka. Ism familiyangiz nima edi? Kenjab Sayfullo. Keling aka, nima xizmat? Kredit olmoqchilik. Kredit olmoqchimisiz? Fuqaro sifatida, jismoniy shaxs sifatida. Jismoniy shaxs sifatida bizda 5-6 xil kreditlarimiz bor. Masalan, mening mahallam yo'nalishi bo'yicha kredit bor. O'zini o'zi band qilganlarga 1 yildan 5 yilgacha 25% dan 27%gacha yiliga qarab turib 50 million so'mgacha kafillik bilan beramiz. Keyin mahalla biznes yo'nalishi bo'yicha kredit bor. Bu ham xuddi shu tartibda, faqat summa 30 milliongacha. Meni bosam bor edi. Tadbirkorligim bor edi. Shu bo'yicha kredit olmoqchiman. Xo'p. Belgiya bo'yicha. Belgiya liniyasi bo'yicha. Yakka tadbirkorsiz. Nima nomi, nima familiyasingiz? Usmonali Xonavazon yakka tadbirkor. Belgiya liniyasi bo'yicha kreditlarimiz bor. 312-qaror bo'yicha 300 milliongacha kredit beramiz. 300 milliongacha. Uy bog'changiz jihozlashi kerak. Masalan, yotoqxona, oshxona, mebellar sotib olish kerak. 100 milliongacha garovsiz, zavodsiz, faqat 1 yil mobaynida aylanib bo'lgan bo'lish kerak. Hisob raqamingizda 100 milliongacha beramiz kafillik bilan. 100 milliondan tashqarisiga 300 milliongacha garov asosida beramiz. Ta'minot turlaridan birini qo'yishingiz mumkin. Uy-joy, ko'chmas mulk binosi ta'minoti yoki avtomashina ta'minoti, ta'minot turlaridan birini olishingiz mumkin. Keling, tinchmisiz? Nima xizmat? Omonat to'lamoqchi. Plastik kartochka bo'yicha so'rov bo'lgan ekan. Omonat turlari bor bizda. 2 yilgacha 21% dan omonatimiz bor. Muddatlarning kelishi, foiz to'planib jamg'arib bo'lmaydi. Omonat to'g'ri foizni qabul qilmaydi. Omonat bor. Plastik kartochka bo'yicha uskar plastik kartochkalarimiz bor. Humo plastik kartochkalarimiz bor. Visa, Mastercard plastik kartochkalarimiz bor. Mana qulayligi bo'yicha tanlab olsangiz bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Konvertatsiya usullari bor. Visa kartalarimizda. Omonat hozir endi so'mda qo'yiladi yoki plastik karta yoki chet el valyuta so'mda qo'yiladi. So'mda qo'ysangiz, plastik kartochka qo'yamasiz, 1% yuqori foiz to'lanadi. Plastik karta